Assalomu alaykum YouTube kanalımıza abunachilari. Yana bir uston o'tganmiz. Bu izlerimiz Bağat tumanida bo'ldi. Shunday kuxna mebel ishlab berdik. Kuxna mebelimiz uzunasi 460. Bunday balandligi 250 bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Shunday etib hozir trendda bo'lib turgan bezurishga variantda ishlatib ishlab berdik. Ikki xil svetda, kofe svet bilan молочный svetda ikisini kombinatsiya etib shunday etib cho'tga etib ishlab berdik. Bu kuxna mebelimizni bahası 2.800.000 so'mdan 1 metri. Hozir skidkada bo'lib turibdi. O'zimiz ham bir vaqtlar 3 milliondan ko'p ishlaganmiz. Hozir bahasini tushirdik 2.800 dan. Ofisi 12 million so'mga bitgan bu oshxona mebelimiz. Oshxona mebelidan sizlarga qisqacha tanishtirib o'tsam, stollar eng yaxshi stollardan Erondagi mexanizmlari Turkiyaning Samet firmasiniki 100% puxoplastik, korobkalari 100% indeksdan hammaga shunday bo'lib ko'rishingiz. Mexanizmlar tandem 50 kg 60 kggacha ko'taradi. Ko'rishingiz mumkin. Eng yaxshi mexanizmlardan gazlarni o'rnatib, aslandan zeytun 60 kg taqib, yana kargo mexanizmlarini qo'yib berdik. Bonus sifatida musor idishi, yana eng mo'ykalardan yaxshi ko'p funksiyali mo'ykalardan ishlab berdik. Yo'llarni qalam deliklarni shunday etib qoldirdik. Ko'rishingiz mumkin. Çok yolup çıktı. Kime shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar. Telefon raqamlari shu kommentariyada, ofisinada qoldiraman. Bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Olib borib ustunlikka Xorazm bo'yicha besplatniy bo'lib borib xonani razmerini o'lchaymiz. Olib borib ustunlikka yetkazamiz. Shunday sifatli arzon mebellar qarab turganlar bo'lsa, shu videoni shularga jo'natib qo'yasizlar. Kanalga abone bo'lib qo'ysanlar, keyingi videolarda o'tiravermaysizlar.